Hurmatli do'stlar, mana shu kichkina bolachani hayoti taqdiri siz bilan bizani qo'limizda. Oyog'i tizzasida o'simta paydo bo'lgan. Shundan keyin o'zimizda rentgen qildirsak, ochiq analiz oldi oyog'idan. Ochiq analiz olgandan keyin analiz javoblarida ilik suyakda rak kasalligi aniqlandi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, oyog'idan o'simta chiqqan. Bu o'simta suyini sindirib shu darajada katta bo'lib ketganki, hozir srochno operatsiya qilinadigan darajaga kelib qolgan. Agar operatsiya qilinmasa do'stlar, shu bola bitta oyoqsiz qolishi mumkin. Buni operatsiyasini Hindistonga borib qilish kerak bizda. O'zimizda iloji yo'q ekan, Hindistondan so'radik. Hindistonda sal ko'proq, kattaroq mablag' ekanda. Chunki o'zimizning pulimiz yetmayapti. Yo'qdan qarz oldik. Mashinani sotdim. Uyni ham sotuvga qo'yganman. O'sha o'zimning pulim yo'q, yetmayotganligi uchun shu video murojaat qilib chiqyapmiz. Imkon qadar kim qancha yordam bersa juda ham minnatdor bo'lardik. Detskiy hematologiya, onkologiyada yotdik. Shu 3 marta, 4 marta ximiya qilindi. Ximiyalar ta'sir qilmayapti. O'zimizda Toshkentda, Chilonzorda. Ko'rasizlar, 3 marta ximiya oldi o'sha ta'sir qilmayapti ximiya ham. Srochno Hindistonga borib operatsiya qilish kerak do'stlar. Shuncha odam ko'ryapti. Ajabi 1000 so'mdan 2000 dan tashlasak ham ancha yordam qilgan bo'lamiz. Agar sharoit bo'lmasa, shu videoga bitta like bosib qo'yib, sharoiti bor tanishinglarga ham jo'natib qo'ysanglar, shu bolani tuzalib ketishiga katta hissa qo'shgan bo'lasizlar do'stlar. O'simta boshlanishi emas, o'rta emas, o'sha pikiga, oxiriga kelib qolgan. O'sha agar hozir oldin olmasa, qonga o'pkaga o'tib ketib, o'sha bolani oyog'i emas, hayoti tugashi mumkin do'stlar. Shuning uchun sizlardan shu yordam bo'yicha video murojaat qilamiz. Shu bolani hayotini, shu bola ikkita oyoqda yurish uchun o'zingizlarni hissinglarni, qo'shishinglarni, savob uchun yordam berishinglarni so'rab qolamiz. O'zi soppa-sog' yurgan bola, sportga qatnab yurgan bola mana shu darajagacha kelib qoldi o'rtoqlar. Endi otalar bolalar uchun o'g'lim shisha ham yeydi, temir ham yeydi. G'ururini chetga suradi bolam. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun sen o'ylamang.